Hop. Mana loviyalar. Suvda ochib qo'yganman. Xudo xolasa yaxshi ketyapti. Shu boshigacha. Lekin yaxshi. Yomon xursand bo'lyapman. Sababi mevasi ko'p, guli ko'p. Endi tez-tez suv qo'yib tursam, xudo xolasa shu mevalarni ushlab qolsa kerak. Hozir bu tarafga kirishdi. Ko'rsatishdan anaqasi yo'q. Loy bo'lib yotibdi. Bu tarafdan ko'rsataman. Mana mevalar chiroyli bo'lib qo'ygan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12tadan. 12tadan mevani ushlagan mana. Undan tashqari yana bir 3-4tadan guli bor. Ko'rishinglar mumkin. Lekin u darajada hali sarg'ayib ketgan yo'q loviya. Sarg'ayib ketgan emas. Bugun bu tarafiga suv ochdim. Bizdan ariqdan suv kelmaydi. Nariyoqdan kelish kerak. Endi kelmaydi. O'shaning uchun yaxshisi mana shu zo'rdan mana ekonomishniy qilib motorni qo'yib, suvni qo'yib yotibdi. Ham endi bekorchilikda ishdan tashqari paytda ish bo'lyapti-da. Lekin yaxshi dalaga kelib, ko'rib, aylanib har kuni ishdan ham zerikib qolasiz bo'lmasa. Mana bunaqa mevalarni ko'rib ancha xursand bo'laman. Salcha bo'lsa ham qilgan mehnatimiz bilinadi. Mana u g'irchidan mevalar yotibdi. Endi xudo xolasa bu yoqqa ham suvni qo'yib yuborsam, birinchi loviyaga suv qo'yaman. Keyin mana undan keyin makkaga suv qo'yaman. Mana makkalar. Makkani o't bosib yotibdi hali. Ekilgandan beri bir marta suv qo'yildi. Shu bilan bo'ldi. Endi hozir bunga traktor yurgizdiraylik desam, yer qurib yotibdi. Ekkan makkamni ham o'rib ketmasin deb endi vaqtincha qoldi-da, xudo xolasa. Bitta suv qo'yib turib, rosman hali yetilmasdan jicha qolganda keyin nima qilaman? Traktor yurgizdirib yuboraman. Keyin birato'la dorini ham solib qo'yaman. Bugun 15-chislo bo'lgani uchun avansim tushdi. Shuning uchun 3-4 qop dori olib kelib mana shu yerga solaman. Hop, dorini karbamid solaymi, selitra solaymi? Qaysi biri yaxshi? Yaxshi ta'sir qiladi makkaga. Endi loviyaga bo'ldi, endi solman unga dori. Chunki unga bir marta selitra, bir marta amaposni qo'shib aralashtirib soldim.